Aftimdan ko'rishlaringiz mumkin, что men bugun hech qanaqa video olishga tayyor emas edim. Lekin hozir produktni olib keldilar, shuni raspakovka qilamiz. Produktlar magazin Dixidan 2478 rublga. Ko'rinyaptimi? Kishini magazinga yuborsam, yoki o'zim borsam, обязательно spisk qilib yuboraman yoki har bitta narsani puli bilan aytaman. Piyoz 104 rubl, kartoshka 209 rubl 3 kilogramga. Pomidor 256, bu 1,5 kiloga. 184 rublga 1 kilo ham emas, bodring. Xum bitta upakovka uchun 108 rubl, ikkita upakovka olgan. 2 kilo unga 139 rubl, smetana 79 rubl, men foizli. Молоко 2 litr почти 209 rubl. Kattarog'ini oldik, chunki men kofelarni nimalarni молоко bilan o'tgan safar молоко olganim 4 kungami 5 kunga kimdir kechasi turib ichadi-da, kamera qo'yishim kerak. Gubka Maxima 129 rubl. O'zimizda arzonroq. Sushi yegilar kelibdi uydagilarni, shu uchun ris для plova men shunaqani faqat olaman. 172 rubl. Yana qimmatrog'i. Sho'rbo shunaqa narsalar uchun ikkita rolton priprava, bittasi говядина, bittasi kurining 44 rubldan. Bitta obnachim yozibdilar-ki, men shu raspakovka qilganimdan keyin говядина priprava bizga ham olib keling, bizada yo'q, pulini beraman debdilar. Men o'ylaymanki, bunaqa priprava Buxoroda ham bor. To'g'rimi? Yozinglar-chi. Chunki menga juda ham qiziq. Неужели priprava, говядина, rolton yo'q Buxoroda? Sir, bilasizlar, men juda ham ko'p sir bilan narsa challab pishiraman. Slivichni 224 rubl. Mana shu 250 grammga. Bizada mevalar, limon yarim kilodan ozgina kamroq 81 rubl. 2 dona qizil olma 51 rubl. 700 gram bunaqa olma 98 rubl. Kivi yarim kilo 4 donasi 96 rubl. Oxirgisi mandarinki 1 kilosi 117 rubl bo'libdi. Sizlarga shunaqa raspakovkalar yoqsa, narxlar bilan обязательно menga bildiringlar, yozinglar. И obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Всем пока.